Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar, Biogoms Toshkent kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana Biogomslar bu joyimizdagini past elab bo'ldik. Hozir yangi reaktor qilish uchun mana mol go'nglardan to'kish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Asosiy biz chuvalchanglarga oziqa sifatida mol go'ngini beramiz. Chuvalchangga agar qo'y go'ngiga, ot go'ngini bersangiz, unda oziqa miqdori kam bo'ladi hamda biogomos sifati ham nisbatan pastroq bo'ladi. O'shaning uchun asosiy mol go'ngidan ishlatgan ma'qulroq. Mana biogomoslarimiz tayyorlangan, o'z egalariga yetib bormoqda. 5 kilolik, 10 kilolik hamda tayyor gatov gruntlarimiz bor. Bu gruntlar ko'p qavatli xonadonlarga, to'ydagi ekiladiganlarga bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana namligini me'yorga keltirgan holatda elaklarda o'tkazamiz. Elagimiz 0,5 lik razmerda. Juda ham mayin holatda o'tadi. Mana qop-qora 1,5 yil davomida Kaliforniya cho'lchang ishlagan. Buni mayin qilishimizni, maydalashimizni sababi ko'pchilik urug'ga 100% biogomosda ishlatadi, stakanchiklarga ekiladi. Bular stakanchiklarda ham har xil turiga ham bemalol tushadi. Mana hozir xudo xolasa Parkent tumaniga 2,5 tonna biogomos yukladik. Bular asosan ko'chat yetishtiruvchilarga. Hamda hozir bahor mavsumi bo'lgani uchun Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo tekin.